Dilafruz deya ayolni qanday uchratgansiz? 25-may hali ham esimda. Marshrut to'xtagandi, marshrutkadan bitta qiz ko'zim oldimda chiqib, oppoq kiyim olgan, yo'lni o'tishni boshlagan, ipodromni narigi tarafiga. Men BMWda o'tib ketdim-da, chiroyli qizga o'xshadi deganmiz, o'tib ketganman. Bir 300-400 metr yurgandan keyin yuragimda bir narsa guvillagan. Nimadir meni to'xtatganda. Mana shu zadni urib orqadan qaytib yurib mashinani hamma signal chavotda orqadan qaytib to'xtatib o'sha mahallaga kirib ketgan bo'lgan. Men yugurib orqasidan kirganman. Baxtimga topganman. Shunda eshigini tagida qo'shnisi bilan gaplashib turgan ekan. Unda bitta bola o'tib ketayotgan bo'lgan, aytganmanki, bu kim qiz? Sen bu mahalla raisining qizi deganda, ichimda aytgan bo'ldi, mana shu qiz meni xotinim bo'ladi degan. Umuman ko'rishmasdan mana shu qiz meni xotinim bo'ladi deganman. Ertasi kuni onamni, ammamni olib kelganman, aytganman, ona mana shu qizni olib berasizlar deganman. Uchrashuvga chiqqanmiz, yoqmaganman u qizga. Nega? Endi bilmayman, yoqmaganmi u payt. Mana o'sha aytganimda gormon ro'st uji kasal sekin rivojlanishni boshlagan paytda yoqmaganda bitta esimda bor, ammam marojnoy olib berganda oyisiga qarab aytgan. Sizga qanaqa kuyov kerak? Men nalogida ishlayman. Rasa tanishlarim chiroyli bolani o'ziga kuyov qilib, sumka ovqatlar ko'tarib yuradi. Bu bola javob degan yuziga qaramay, ichiga qarang buni, ko'yniga qarang, buni diliga qarang, qizingiz mazax qanaqa qirolichaga o'xshayashidi deganda. Shundan keyin Ammalar boshqacha-da. ammam Jiyanlarni boshqacha yaxshi ko'rishadi ammalar.